O'zbekistonda startaplar endi ko'payib ommabop bo'lib kelyapti. Hamma hozir shu yaratishga, MVP qilishga juda katta vaqt ajratyapti. Orqaga qaytsangiz, MVP qiyinroqmi yoki sotuv qiyinroqmi? Agar boshiga hozirgi opit bilan qaytganimda, baribir bilardim sotuv ertaga qiyin bo'ladi. MVPni mahsulotda chiqara olsa bo'ladi, sotuvda qatga nima bo'layotganini bilib tushunib olish qiyin bo'ladi. Bozor har xil reaksiya qiladi mahsulotingizga, uni narxiga, uni sifatiga, uni ishlashiga har xil reaksiyalar bo'ladi. Bizda B2B sotuv bo'lgani uchun B2B sotuv qiyin. B2B'larga mazada deydi, B2B sizlarga mazada deydi, sizlar borib shunaqa qilaverasizlar, sizlar ortiqcha reklama ham yoqib o'tirmaysizlar deydi. B2B'ga сделкаgacha olib borish bu real qiyin narsa, qiyin masala. Kelasiz, startapingizni, proyektingizni ko'rsatasiz, senность, qiymatini ham berasiz, даже qancha vaqt ekonom, qancha nima qilib berish, даже бесплатный periodlarigacha berasiz. Zo'r gap yo'q, sizlarni yoqtirib qoldik, loyihani yoqtirib qoldik deydi. Kerak bo'lsa CEOsi deydi, kerak bo'lsa HR menejeri deydi, lekin bir haftadan keyin uchrasha olmaydi, telefonni ko'tarmaydi, ignor, oxiri blok ketib qoladi. Bir shunaqa holatlar ham bo'lgan.